Bu hadis bizga qalb xotirjamligining yo'lini ko'rsatdi. Qalbimiz xotirjam bo'lsin, endishlardan qutulaylik, rahat bo'laylik deydi ekanmiz. Topadigan bo'lsak, ma hayotni muvaffaqiyat qozonganlar, natija qozonganlar bo'lsa, dal mushu hadisni bilsin va yoki bilmasin, amal qilganlar. Imom Ibn Qayyim taqvolikning hammasi mushu hadisda jamlangan deydi. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Sıkıntışlar. Hemenle hoş geldinler. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazlülen İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlı kitabının 11. ve 12. iki hadisini okuyumuz. Nemi için iki hadis birisi münasip. Bizim bugünkü hadisimiz bizge takvalıkның en asan formulasını depirdi. Yani takvalıknınki bir tal yürünü depirdi. Eğer biz şu bir tal işini kılsak takvalık'a erişeleyimiz. Ve şundakla bugünkü 12. hadisimiz olsa bizge İslamımızda qanday qilib go'zal qilalaydiganligimiz, qanday qilib islomimiz go'zal bo'lganligini bizga ko'rsatib berdi. Bizning islomimiz go'zal bo'lsa, mukammal bo'lsa nima bo'ladi bilamizlar? Agar bizning islomimiz mukammal bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, har bir yaxshiligimizga 10 dan 700 hasligacha ko'paytirilib savob beradi. Demak, mana shunday fazilatga erishimiz. Xo'sh, unda bo'lsa, qanday qilib taqvolik qilishimiz, qanday qilib islomimiz güzel buludu. Biz aldıran hadisini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sıbiti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve reyhanetihi radiyallahu anhuma qal. Abi Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin nervisinden nakil kılındı. O mundaq dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anladım. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Seni gumanğa taşlagan, şekki taşlagan işlarını taşlap, şekki taşlamagan işlarga ötkin. Qarasak nayt qısqa bir cümle. Lekin bu bizga taqvolikning yo'lini ko'rsatib beradi. Meyli muomilada olsun, meyli yeb ichishda olsun, meyli ibodatda olsun, biz faqat shakka tushib qolgan, gumonga tushib qolgan, to'liq amin, xotirjam bo'lmagan ishlarni shundalam tashladikmi, biz taqvolikqa yukselaymiz. Biz ilgari ketisimizdan bunda dedik. Halolmi uchuq, harommi uchuq. Uning o'tirisi shu bilik ishlar va qanday bir odam shu bilik ishlarni yiroq tursa, u haromga tushmaydi, o'zining dinini saqlab qoladi, yuz obro'ni saqlab qoladi dedi. Mushu hadis yana shu nuqtani ta'kidlaydi. Taqvolikning yo'li nihoyat oddiy. U bo'lsa-mu tijorat olsun, muamele olsun, kalbimiz emin bulanmagan işlerini taşlaş. Ve şundakla bu hadis bizge kalp xotirjamligining yo'lini ko'rsatdi. Kalbimiz xotirjam bo'lsin, endishlardan qutulaylik, rahat bo'laylik deydiganmiz. Kalbimiz rahat bo'lmagan, emin bo'lmagan, xotirjam bo'lmagan ishlardan yiroq turishimiz kerak. Chunki insonning qalbi, vijdoni to'g'ri xatoni ko'p hollarda ayriyalaydi. Tabiati buzilmagan bo'lsa, sog'lom qalblan bo'lsa. Masalan deylik, bir odamning haqqini yeyasa, xo'shlab turib yeydi, lekin qalbining ichida bir yerda bearamchilik bo'ladi. Rahat bo'lanmaydi. Bir adamni tillavasa, ko'ngli xo'sh bo'lamdi? Yo'q, nahaq tillavasa bir aramchilik bo'ladi. Birisiga aziyat bersa, usa ko'ngli bir aram bo'ladi, hatto pushaymon qilishi mumkin. Demak, insonning vijdoni, qalbi sog'lom bo'lsa, fitrati buzilmagan bo'lsa, yaxshilik nima, yomonlik nima, buni ayriyalaydi. Bu hadis bizga qalbimizni tinglashga buyuradi. Qalbimizni tinglashaylik. Qalbimiz rahat bo'lmagan ishlarni asla va asla qilmaylik. Ba'zida bizning qalbimiz eng to'g'rini bizga so'zlaydi. Gerçi biz ba'zi ishlarni qilish uchun boshqalardan fatvo ilib olgan bo'lsakmi, ulardan so'rab javob ilib olgan bo'lsakmi, har xil gap o'yin tush orqali, ammo qalbimiz ey Muhammad, ey Abdullah, sen ma ishni to'g'ri qilmading, to'g'ri fatvo so'rading, ammo ma ish to'g'ri bo'lmadi deb davomli bizga so'zlab turadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shuning uchun qalbimizga tinglashga, shakka tushib qolgan, gumonga tushib qolgan ishlarni qilmaslikqa buyurdi. Shunga bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga qarshi keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom, sen gunoh nima va yaxshilik nima, bu haqida so'g'li keldingmi dedi. O adam ha dedi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam el birru matma'annat ilayhin nefsu. Yaxshilik degan ko'ngil uningga xotirjam bo'lgan narsa. Ya'ni qalb uningdan xushal bo'lgan, bearam bo'lmagan, rohatsiz bo'lmagan, ya'ni qalb amin topgan narsa bir, ya'ni yaxshilik. Ammo yomonlik, gunoh bo'lsa mahaka bin nafsi. Yomonlik bo'lsa qalbni bearam qilgan, yurakni siqqan, gumonga tashlagan mana mush ishlar, gunoh ishlar va yomonlik ishlar. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisning oxirida va in aftakan nas aftauka. Garchi sana kishilar fatvo bergan taqdirdami, yaxshilik degan, savoblik ish degan, ma qalbing xotirjam, qalbing rahat bo'lgan narsa, gunoh degan qalbing bearam bo'lgan, yuraging siqilgan, yuragingda ikkinish bo'lgan narsa mana bu gunoh dedi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisning boshida istafti qalbak, yuragingdan yuragingni tingsha degan. Shuning uchun biz bir ishning yomonlik va yaxshiligini bilishda ba'zi ishlar va hukmga aloqador. Ammo ba'zi ishlar va muomala deymiz. Bizning qalbimiz uningki yomonlik va yaxshilik ekanligini biladi. Ammo shayton bizga fatvo so'g'ish orqali, ba'zi ishlarni yepish orqali, har xil gap o'yinchish orqali u narsani bizga halollashga qiziqtiradi. Shunga bunday masalalarda istafti qalbak. Qalbimizdan bir so'raylik. Qalbimiz ikkilangan bo'lsa, yo'q bu ish to'g'ri emas, yo'q bu ishda bir shubhi va
Boyaq bu narsa bizning haqqimiz emas deydigan shundaq taraddud ikkilanish bo'ldi ekan, u narsani tashlaylikki, bu orqali biz taqvolikqa erishaylik. Mana bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamninki da ma yuribuka ila ma la yuribuka degan hadisininki amaliy tatbiq qilinish shakli. Biz mushu bo'yicha amal qilgan vaqtimizda taqvolikni qo'lga keltirish bilan birga ruhiy jihatda xushallikqa erisha olamiz. Qalbimiz ikkilangan, gumonga tushgan ishlarni qilmasak, ruhiy jihatdan ozod bo'lamiz va andishlardan qutula olamiz. Shundaqla fiqh olimlari bu hadisdan nihoyat muhim bo'lgan bir qoidani chiqardi. U bo'lsa qaysi desanglar, al-yaqin la yazulu bish-shak. Aniq bo'lgan ishlar shak bilan buzilmaydi. Masalan deyli, ba'zi ishlar bizga aniq, ammo uningga bir shak tushib qoldi. Bu ish shakki binoan buzilmaydi. Masalan, men tahorat oldim, ammo namoz o'qay deb o'ltirsam, shakka tushib qoldim. Tahoratim bormi, yo'qmi? Bu yerda aniq bir ish bor. U qaysi? Tahoratning aqalliqim aniq. Shakka tushib qolgan bir ish bor. U qaysi? Tahoratning buzilganligi. Unda bo'lsa bu shakka qaramaymiz. Jazmiyat aniq bo'lgan ishni tutamiz. Tahoratim bor deb namoz o'qiyveramiz. Va shundaqla biz namoz o'qidik. 2 rakat o'qidimmi, 3 rakat o'qidimmi? Va yoki 3 rakat o'qidimmi, 4 rakat o'qidimmi? Men hozir namozning 3-rakatidimi, 4-rakatidimi deb bu shundaq ikkilanib qoldim. Bu yerda bir aniq ish bor, bir shaklik ish bor. Aniq ish qaysi? 3 rakat o'qiganligim aniq, ammo 4-rakat shakllanib qoldi. Chunki bu xil shakllanishda oz o'qiganlik aniq bo'ladi. Ko'p o'qiganlikda shakllanadi. Unda bo'lsa biz aniqni tutamiz. 3 rakat o'qidim deb buni asos qilamiz. Yana 1 rakat o'qib bu shakdan qutulamiz. Ammo haqiqiy masalalarda-chi? Masalan deyli, tuzliqqa olib tuzliqqa olib shakllanib qoldim. Qanday qilamiz? Tuzliqni hisoblab haq tushib qolmaslik uchun ma'qul shaklda boshqalarning haqqidan qutulamiz. Chunki shubhidan qutulish mushahidasininki buyrug'i. Ammo bu yerda inchki bir masala. O qaysi desanglar, bu xil shakldagi shak doim bo'lsa, izchil bo'lsa, doim ixtiyorsiz mushundaq bizni kelib oladigan bo'lsa, ya'ni doim tartaga vaqtimizda qulamni yudimmi, yumadimmi, yuzimni yudimmi, yumadimmi, tartab bo'lgandan keyin putamning bir yil chala qolgandek mushundaq tuyg'u doim kelib oladigan, doim namoz o'qisam mushundaq ilishadigan bo'lib qolsa, bu shak bo'lmaydi, bu vaqtdan bo'ladi, vasvasa bo'ladi. Vasvasaning hukmi ayrim. Vasvasaga parvo qilinmaydi, rad qilinadi, uning hech qanday e'tibori bo'lmaydi. Masalan, vasvasa qilib 3 rakat o'qidimmi, 4 rakat desa, 4 rakat deb hisoblab o'qiyveramiz. Tartab bo'lgandan keyin putamning bir yil chala qolganmidi, qolmaganmidi, doim bo'lib qolsa bu vasvasa bo'lib chala qomidi deb turib uningga parvo qilmay mengiveramiz. Shunga buni ayirish kerak. Shunga vasvasaga shakdak muomala qilib qolsak, vasvasadan texmi qutulolmaymiz, texmi cho'nqurlab ketadi. Bizning 12-hadisimiz bo'lsa, bizning islomimizning qanday qilib mukammal bo'lganligi, qanday qilib go'zal bo'lganligi haqida to'xtaladi. Biz hadisni o'qiymiz, undan keyin buni sharhlaylik. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bir musulmonning islomining go'zal bo'lganligining alomatidan shuki, uning ahamiyatsiz behuda ishlarni tashlashi. Bir musulmonningki behuda ishlarni tashlashi uning islomining mukammal bo'lganligi deydi. Bu hadis islom axloqining eng muhim to'riklaridan biri hisoblanadi. Olimlar islom axloqini shakllantiradigan 4 dona hadis va 4 hadisning birisi mushu deydi. İmam İbn Qayyim taqvolikning hammasi mushu hadisda jamlangan deydi. Demak, bir odamningki ahamiyatsiz behuda ishlarni tashlashi bizning islomimizningki eng mukammal bo'lganligini bildiradi. Xo'sh, unda bo'lib qolsa hadisdagi munosabatsiz behuda ishlar nimani ko'rsatadi? Hammamiz bilamiz. Munosabatsiz ishlar bizning dinimizga, dunyomizga hech qanday foydasi bo'lmagan ishlarni ko'rsatadi. Masalan, deylik, bugun kunimizdagi ahamiyatsiz so'rovlar. Yig'ilimiz do'stlarimiz bilan va yoki boshqalar bilan yig'ilimiz, hattoki yig'in ochimiz, bu yig'inning, bu o'ltirishimizning, bu so'rinimizning dunyoligimizga bir foydasi bormi? Oxiratimizga bir foydasi bormi? Buni qarashimiz kerak. Ne dunyoligimiz uchun, ne oxiratimiz uchun foydasi yo'q. Faqat yeb, ichiblam qolib ketadigan bir so'rin bo'lib qolsa, bundaq so'rinni tark etish bizning islomimizning mukammal va go'zal bo'lganligining bir alomati bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning behuda ishlarni tashlash islomining go'zal, mukammal bo'lganligi deganligi, behuda ishlar garchi mubahda ko'rinsimi, davomlashirgan vaqtda gunohga tushib qoladi. Masalan, ana shunday maqsadsiz, ahamiyatsiz so'rovlarda ko'p hollarda nima bo'ladi bilamsizlar? G'ayvat bo'ladi. Boshqalarning gapi bo'ladi. Shuning uchun birinchi qilib behuda munosabatsiz ishlardan bo'lgan maqsad ahamiyatsiz, mayli dunyoligimiz, mayli oxiratimiz uchun hech qanday foydasi yo'q, muddaosiz, g'oyasiz yig'ilgan, mayli qaralik bo'lsa, mayli qarasiz bo'lgan shunday so'rovlarni ko'rsatadi. Ikkinchisi oyga chiqmas jidallar. Xuddi bir ilmiy munozirada qilib ketadi ba'zi kishilar. Masalan, Odam alayhissalom yegan daraxt olmimi? Neşbitmi? Ne faydası var? Ne dünyalıkımızın ne faydası var? Ne ahiretimizge faydası var? Ondan boğan məqsəd Adem aleyhisselamның şeytanның vəsvəsi aldanğanlığı, o dərəxtnin nima ekanliginin heç qanday bir faydası yo'q. Və şundaqla İbrahim aleyhisselam öldürgən o hayvan ördəkmi, g'ozmi? Bani İsraillər osmondan Allah Taala tushirib bergan tamoq, qanday tamoq? Hammasi behuda, ne dunyomuz, ne ahiretimiz uchun hech qanday faydası yo'q. Dal hadisda tashlashga buyurilgan munosabatsiz, foydasiz ishlar. Uchinchisi, vaqtimizni zayi qilayotgan kino filmlar. Masalan, bugungi kunimizda qo'yilayotgan 2 soatlik, 3 soatlik filmlar bor. Nurg'ulg'an xonim qizlarimiz balkim o'zi zirqib qolib ko'rishi mumkin. Ne onun bir tarixiy qimmati yo'q, ne hech qanday bir foydali
bir narsalarni bermaydi, ammo 2 soat, 3 soat vaqtini kino ko'rib o'tkazish dal payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uni tashlashga buyurgan behuda ahamiyatsiz ishlar. Uning ichidagi harom mazmunlar, harom ko'rinishlarni demay turayli, shunda bo'lgan taqdirda uning hech qanday bir foydasi yo'q. Shunga bundan saqlanishimiz kerak. 4-inchisi ijtimoiy aloqa vositalarimizga bog'lanib qolish. Bugungi kunimizda hammamizning qo'lida telefon bor. Qaraydigan bo'lsak, to'xtamay siraymiz. Bir cho'kib ketsak, sirsak chiqaveradi keyindan. Dal bu bugungi kunimizning vaboli va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tashlashga buyurgan behuda ishlarni gapirisi. Masalan, bu telefonda bir kun sirib bir narsa ko'raylik, Instagram bo'lsin, Facebook bo'lsin. Uning ne dunyoligimiz, ne oxiratimizning hech qanday foydasi yo'q. O'zimizni aldamaylik. Undan ba'zi foydali narsalar chiqadi deb. Foydali narsalar unda qisqa, 30 sekundlik, 10 sekundlik unda narsalardan chiqmaydi. Uzun narsalardan chiqadi. Unda narsa faqat bizningki astush qobiliyatimizni tuvaltishga, zehnimizni chechishga, mushuning bilan foydasi bor. Undan boshqa hech qanday bir foydasi yo'q. Shuning uchun bugungi kunimizdagi ijtimoiy aloqa vositalariga bog'lanishdan iborat bu ahamiyatsiz, bu foydasiz, bu behuda ishlardan yiroq turishimiz kerak. Agar islomimiz mukammal bo'lsin desak. 5-inchisi bizga munosabatsiz bo'lgan boshqalarning ishlariga aralashmaslik va diqqat qilmaslik. Ba'zi kishilar borki, hech qanday bir munosabati yo'q, doim boshqalarning ishiga diqqat qilgan. U qanday qilibdi? U kim bilan to'y qilibdi? Bolasi o'g'ilmikan, qizmikan? Va shuningga o'xshagan doim boshqalarning ishiga bilan qiziqadigan ba'zi kishilar bor. Bu bir kasallik. Bu dal payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom cheklagan behuda ahamiyatsiz ishlar. Mana bu ishlardan yiroq turish payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek islomimizning go'zal bo'lganligining bir alomati. Ba'zi qarindoshlarimiz ana shunday uchurlarni ko'p egallash orqali o'zini ko'p ma'lumot bildigandek va yoki boshqalarga so'zlash orqali hammadan xabardordek shunday bir tuyg'uda yashaydi. Amaliyotda uning ne dunyosi uchun, ne oxirati uchun foydasi yo'q. Shuning uchun faloni nima edi, nima keydi, bu biz bilan munosabat yo'q. Bunga diqqat qilmay o'zimizning ishiga markazlashaylik. 6-inchisi ba'zi bir diniy masalalar bor. Masalan, qazo va qadar masalasi deymiz. Buningga cho'nqurlab kirishmi behuda foydasiz ish. Chunki bizning aqlimiz yetmaydigan masala. Undan boshqa Isro Mi'roj voqealari bor. Bizning aqlimiz ojiz qiladigan masala. Uningga faqat biz iymon aytishga buyurilgan. Shunga bunday masalalarni ko'chilab tafsiliy so'rash bu behuda ahamiyatsiz ishlarning qatoridandir. Xo'sh, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomninki bir odamninki ahamiyatsiz, foydasiz ishlarni tark etishi islomining go'zal bo'lganligi dedi. Islomimiz go'zal bo'lsin bo'ladi. Ya'ni yuqorqi illatlarning hammasini tashlasak, nim foydasi bor? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qanday bir odamning islomi go'zal bo'lsa, uning qilgan bir yaxshiligiga 10 dan 700 qadar ko'paytirib savob yazadi deydi. Demak, islomimiz mukammal bo'lganligi bizni mana shunday martabaga ko'taradi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu hadisi bizni oxiratda ana shunday ko'p savobga erishtirib qolmasdan, ma dunyodami bizni muvaffaqiyatga erishtiradi. Qarab qiladigan bo'lsak, ma hayotda muvaffaqiyat qozonganlar, natija qozonganlar bo'lsa, dal mushaydisini bilsin va yoki bilmasin amal qilganlar. Ya'ni behuda ishga aralashmaydi. Masalan, ma dunyoda pul topgan deyli va yoki yaxshi o'qigan deyli, qanday ishda bo'lsin bir natija qozongan desak, ularning unda futbol ko'radigan, futbol o'ynaydigan va yoki behuda sovrinlari va yoki behuda paranglari yo'q. Hammasi ahamiyatli ishlarga markazlashgan, vaqtini zayo qilmagan kishilar. Shuning uchun ma dunyoda qo'limizdan bir ish kelsin. Alloh subhanahu va taolo bizni bir ishga muvaffaq qilsin. Oxiratda savobimiz ko'p bo'lsin deydi ekanmiz. Bu hadisga amal qilishimiz kerak. Bu hadis bizga dunyo va oxiratlik muvaffaqiyatning yo'lini ko'rsatadi. Va shundaqla bizning eng qimmatli dasmayimiz bo'lgan vaqtimizni qadrlashni o'rgatadi. Chunki yuqorqi behuda ishlarning hammasi bizning vaqtimizni zayo qiladi. Agar bizda vaqtimiz zayo bo'lib ketsa, ko'nglimiz bearom bo'ladigan, ichimiz pushadigan, bundaq bir tuyg'u bo'lmaydi ekan, bizning vaqtimiz zayo bo'lgan, bizning islomimiz go'zal emas degan gap. Shunga mayli aylar bo'lsin, mayli xonim qizlarimiz bo'lsin, o'ltirishda nim parang bo'ladi. Bo'lgan paranglarningki diniga, farzand tarbiyasiga, oilasiga foydasi bormi, yo'qmi? Bunga bir qarash kerak. Agar unda bo'lmaydi ekan, yig'iladi ekan, gaplashadi ekan, paranglashadi ekan, g'aybat qilishadi ekan, bu dal ularning islomini zidlaydigan va shundaqla Alloh subhanahu va taolaning rahmatini yiroqlashtiradigan va shundaqla eng qimmatli dasmayisi bo'lgan vaqtini zayo qiladigan bir so'rin va shundaq bir o'ltirish bo'lib qoladi. Shunga hammamiz bu hadisni anglagandan keyin birinchi qilib shubhalik ishlarni yiroq turib taqvolikni qo'lga keltirishga tirishaylik. Ikkinchidan, yuqorqi hadisning buyrug'iga binoan ahamiyatsiz ishlardan, ahamiyatsiz so'rindan, ahamiyatsiz kino filmlardan, ahamiyatsiz paranglardan yiroq turib vaqtimizni ahamiyatli ishlarga o'tkazaylikki, Alloh subhanahu va taolo bergan bu 50-60 yillik vaqtimizni ahamiyatli ishlarga o'tkazib, dunyoda bir ishni qoldirib ketaylik va shundaqla savob oxiratga yetib turadigan dunyo va oxiratlik baxtimizni qo'lga keltiraylik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu hadislarga amal qilishni nasib qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Muhammadur Rasul